Hop, gemoroy haqida informatsiya bering deyishyapti. Gemoroy o'zi nima? Gemoroy bu kitoblarda kelgan o'sha bavosil bo'ladi. Bu qanddan qanaqa paydo bo'lib qoladi degan savolga sizlarga yechimini aytamiz hozir. Qarang. Bu narsa birinchidan, yana bir bor aytgandek, kuniga kamida 2,5-3 litr suvni ichishimiz kerak. Gemoroy kimda ko'proq bo'ladi? Gemoroy ko'proq o'tirib ishlaydigan insonlarda bo'ladi bu. Gemoroy nimani hisobidan bo'ladi bu? Yana ko'proq qabziyati bor odamlar. Qabziyat deganda o'sha ich qotishdan bo'ladi. Ich qotishdan nima bo'ladi? Ich qotishdan ko'proq kelgan bu insonlarda bo'ladiki, ko'proq yog'li, qovurilgan, quyuq ovqat iste'mol qiladigan odamlarda bo'ladigan narsa bu. Bu yana buni sabablari hop, yana siz qarang, gemoroydan aziyat chekyapsizmi, ichingiz qotyaptimi, demak sizda o'sha kuchanganingizda o'sha narsa paydo bo'ladi. Bu mayli, bu tam narujniy gemoroy deydi, misol uchun ichkarida bo'ladi. Bu yana sizni ichingizda ham sekin-sekin yara paydo bo'ladi. Shu nimadan? Yana o'sha kam suv iste'mol qilishdan bo'ladi. Keyin aralash iste'mol qilish kerak ovqatni, ko'proq ko'katlar bilan. Ko'katlar deganimda ko'k piyoz, ukrop, petrushka, seldir, shularni ko'proq ovqat iste'mol qilgan, ko'proq ratsioningizda shu kletchatkalar bo'lsin. Shundagina aralash bo'ladi, ichingiz qotishiga yo'l qo'ymaydi.